to'shagini berib jo'natish vaqti keldi. Hamma eskilarga. Hamma eskilarga. Yana bitta gapini eshitib qoldim, eskilarga dambet, qo'pol qilib aytganda o'zing chiqolsan. Qo'pol qilib aytganda. Bolalar, eshitinglar. Qo'pol qilib aytganda o'zlari bir chichqoq-da. Kecha sportga chiqib, qo'llab-quvvatlab podelitsiya qilinglar, hamma ko'rsin. Kecha sportga chiqib, hozir уже taklif bildiryaptiki, hamma eskilarni ko'rpa to'shagini qo'liga berib jo'nataverish kerak deyapti-da. Azizlar, bu nima degan gap bu? Bu o'zimdan kelgan gapni aytdi degan gap emas-ku. Eski sportsmenlarimiz bor. Mana Bahodir Jalolov, yana boshqalar, yaxshi sportsmenlar. U nima degan gapki, qo'liga ko'rpa to'shagini berib chiqarib yuborish kerak degan gap. Unaqa gap kerak emas. To'g'ri kelmaydi unaqa gaplar. Yurtdoshlar, sportsmenlar, yoshlar, hamma yoqda o'ltirib qo'yapsizlar-da. Raska trenovaga chiqmoqchi bo'lsalaring, normal bir zanimatsiya qilib, normal bir kuchga to'la bir o'zlaringga bir ishonib urishga chiqinglar. Nima degan gap bu? Qayerdagi bir bo'lmagan bir bilet, bir Ozarbayjondan qayerdagi bir bo'lmagan bir Komil karatedan tayoq yeyveribsizlar-da. Unaqa qilmanglar-da, bir kuchga to'la bir normal urishinglar, o'zlaringga bir teng odam bilan urishinglar. O'zbekistonni reytingini pastga tushirib tashamanglar. Hurmatli yurtdoshlar, boksyorlar. Qo'pol qilib aytganda. Bolalar, eshitinglar. Shu shovqib yurganlar. Hozir gapim kimgadir qattiq tegishi mumkin. Mayli, negativlar bo'ladi. Bu negativlarni men topolmashim mumkin kommentariyada. O'zini bildirmaydi. Lekin senlar ham meni ham topsam bo'ladi. Bu gapimni yaxshi o'ylab turib keyin javob qaytarish. Javob qaytarishing nomli. Javobim qaytarishing senlarga shart emas. Senlar shu gapni olib sal bosilish. Kerak bo'lsa o'zim chaqirtira olaman senlarni. Любой joyga, любой payt. Eskilar yig'ishtirsin, bo'rilar, tulkilar, eskilarning oldiga kelib bir kelgan. Bitta shapalog'idan yeb ko'rishgan. Eskilarga sekin qo'liga